Qo'zim kelgan kiyimingni qara. Gandinini urish otaga xosmi? Yo, Gandini, birontasi ismingni so'rasa Gandini deb aytma, tushundingmi? Men dadayam dema, orqaroq yurmanda. Ota naxiy. Naxiylarman, naxiyni chiqarib qo'yaman. Ota naxiy dedi. Naxiylarman deyman, yo. Naxiy degani tushundim degan. Ha. Amaki, o'g'lingizmi bu? Yo, turist. Ha, turistmi? Ismi nima? Gayrat. Gayrat sohib, namaste. Ochib qo'ying. Ya, omma, nimani olyapsan? Oka, men normalni kiyintirib odam bashara qilib bergan. Ha, bo'ldi, kiyintiramiz o'g'lingizmi? Ya, turist. Bo'ldi, как раз bizning premium sport do'konimizda ko'rib turgan hamma kiyimlaringiz 50% chegirmada. Krossovkalar bor, 30% chegirmada. Chiroyli qilib bitta look qilib beraymi? Moshinlikmi? Yo'q, komplekt look. Ha, bor qilib ber. Bo'ldi. Keling. Yaxshi. Nima ishton kiymadingiz? Havosi ventilyatsiya ota. Ventilyatsiya shunday skvoznak o'tadi, shamollatib qo'yasan, keyin ko'rasan. Men futbolkalarni 50% chegirmadan. Ha, aka, aytdim-ku. Sportivka, triko ko'rib turgan hamma kiyimingiz 50% chegirmada. Mana bu ko'rib turgan hamma krossovkangiz 30% chegirmada. Men pensiya 7-kun chiqadi. Ulgurasiz, bu aksiya 7-iyuldan 13-iyulgacha bo'ladi. Dinimi? Aytdimmi? Gandini o'g'lim. Gandinimi ismi? Ha, ber kiysin. Kiyib olaman uni. Gandini. Shit make the streets do more crime. Cop some cribs, cop a little more shine. Alright, yeah. Tavba qildim. Gandini o'g'lim samisa tanimanman. Gandinimi ota? Onangni pomadasini surtdingmi? Sindurga. Qayerdan bildingiz? Onangni pomadasini ta'mini men bilaman.